Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlenish programımızga hoş geldinler. Bugün biz Şarkı Türkistan Sürgün Hükümeti Muavin Cumhurreis Abdülhamid Nur Efendimni aldın qatımlıq növbətimizin axırı çaqırımız. Vaxtımız olğanlıq üçün bevasita suallarla başlayımız. Aldın qatım dini paranğılan nurgun nəslan ögəndik. Vaqt yetmey paranımızın axırı qalğan. Birinci sual Dövlətin müstəmlik bolğan və xalqları təcavüzə uçrayotgan millatimiz İslami prinsip boyunca nima qilishimiz kerak degan savolga shunga bir javob berib baqqan bo'lsangiz. Rahmat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bu savolga javob berish uchun hamda diniy nuqtadan javob berish uchun bu haqda Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo nima deydi bu haqda? Allah'ın sözüden başlaydı. Çünkü biz hakkını davetimizde vatkandikin hak Teala'nın gibi bilen başlaydı. Allah bu hakta vatini müstemliki güçken işgaliyet asıda kalan insanların nemi kılış gerekliliği hakkında nemi deydi bunu qarab bakaydı. Allah subhanahu wa ta'ala Sure Tövbe'nin 41. ayetinde şundak deydi. Bismillahirrahmanirrahim. İnfiru khifafen ve thiqalen ve cahidu bi emvalikum ve enfusikum fi sabilillah. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Sadakallahul azim. Ey işgaliyet aslıdaki insanlar, ey mezlum insanlar, hemmenli kozgulunlar. İnfiru diyen köreşke atlanış, cihatka atlanış emri. Bunun içinde infiru, neper yıldızıdan çıkıdı. Neper diyen, biz Uygurçum kullanımızda bir neperdir. Her bir edemge ayrım ayrım çakırık bu. Her bir edemge. Er bolsun, ayal bolsun, yaş keri, aşı vatandaş hem adamga kutuluş körüşüge Rabbimiz çakırvatıdı. İnfiru, çıkınlar. Hifafen ve thiqalen. Şaraitinle yengil olsun mu çıkınlar, şaraitinle eğir olsun mu çıkınlar. Uruş kılış şaraiti asan olsun, uruş kılış şaraiti ters olsun. Bu müstakilligimizni asliga keltirish mücadelesi asan bolsun mu çıkısılar, ters olsun mu çıkısılar. Zalim hakimiyet tarafidan besim bolsun mu çıkısılar, besim bolmasın mu çıkısılar. Şaraitinle nima buluşudan qat'i nazar, üzenglarni ve vataninglarni qutuldirish uchun, zalimlardan qutulish uchun hemmanglar çıkısılar. Nima uchun? Fi sabilillah. Allah'ni razı qilish uchun çıkısılar. Yani mushunda qilsanglar Allah razı buludu. Bunda qilmasanlar razı bo'lmaydi deb Allah bu ayeti mushundaq deydi. Endi bu sureninki, yani Sure Tövbe'nin 39. ayetida nima deydi o? İlla tenfiru yu'adibukum azaban alima. Eğer bu chaqiriqqa bo'ysunmay chiqmasanglar-chi, kurashga chiqmasanglar, Allah sizlarga shundoq bir azob evatidi-ki, bu azab alim. Bu azabını Allah dünya ve ahiret demedi. Çünkü dünya demeyvetidu, ahiret demeyvetidu. Azab-ı elim diyen hem meyranlığını ağrıtıdığan, macalını koymaydıgan eğir derecede azap evetidu. Ve yestebdil kavmen gayrakum. Eğer muşundaki yeti versenler, sizler milletini, sizler Uygur milletini başka bir milletke aylandırıp etidu. Yestebdil kavmen gayrakum diyen sizlerden başka bir milletke aylandırıp etidu sizlerini. Mesela hazır biz Şarkı Türkistan meselesinde sözleşivatkandikin, eğer biz Xitay tecavüzçülüğe karşı köreşke atlanıp, cihatka atlanıp, vatanının müstakilliğini esige keltürmesek, başka milletke aylandırıp etimen deydi. Hazır şarayette nimi ihtimallik var, qaysi milletke aylanışı ihtimallikimiz var? Xitay milletiga. Xitay milletiga aylangandan keyin nim buludu? Ve la tadurruhu şey'a. Allah'a hiç qanday zarar veremezler. Allah'a zarar veremegenikin bu başka millet ulap ketişinin zararı kimge? Üzümüzge. Onun zararı nima? Dünyada xar, zabun, kulga o'xshash yashash. Ahirette cehennemge mahkum buluş. Mushundaq bir egir tehdidini davet Allah. Endi
yana bir ayet nima deydi o? وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Yani bizge hitap kılıp, hey, cim yetivatkan millet, nimi boldu sizge? وَمَا لَكُمْ, nimi boldu sizge? لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ, Allah'ını razı kılış için, nim için köreş katlanmayısılar. Allah rızasıdın mı vazgeçkedek halga kep kaldığını mı? Allah rızasıdın vazgeçip atamsılar. Bu küreş Allah rızasını dep kılınıdı deydi. Fi sabilillah. Yani birisi vel mustadafin. Yani birisi buzek kılıngan halk için kılınıdı bu cihat deydi. Ya da Allah rızası bilen buzek kılıngan halk için kılıngan cihatını bir yerde koyatıdı. Allah rızası için kılıngan cihat bilen halk için, mezlum halk için kılıngan cihatını okşaş kepede koyatıdı Allah. Fi sabilillahi vel mustadafin. Mustazafin böyle bozak kılıngan mezlum halk deyin gep. Bula kimler? Miner rical. Bu erkekler mi var bozak kılınganların içinde? Ve nisa ayallar mı var bu bozak kılınganların içinde? Vel vildan uşak ballı mı var bozak kılınganların içinde? Bizge de atıdı mesela. Erkekler degen Şarkı Türkistanlıkın erkekleri kamplarda öldürülüyordu. Bütün bedelleri parçalanıyordu. Kerek geldiğin əzaları olsun soğurup elip Xitay ticaret kılıvatıdı. Bedenimizden ağan əzalarımızdan ticaret kılıvatıdı. Erlerini mandak buzak kılıp yok kılıvatıdı. Irkı kırgınçılık kılıp verivatıdı. Ayallarını mı okşaş şekilde. Hatta onu kılıvatkan işleri var. Erkek süptüde bir Müslüman süptüde digil olmaydıgan derecede depsen de kılıvatıdı. Ayallarını vatanda. Anındakin uşak balla ve vel vildan bizning ballarımız yoki nevrillarimiz bizning aqrabolarimiz tuqqanlarimiz bularni mingisini juyib zati o'lni mana shu a'zosini elib oldiganini oladi ehtiyoji bo'lsa ehtiyoji bo'lmagan 35-40 million degan jihatdan bo'lgandan keyin hala hayot qilayotganlar yangi tug'ilayotganlar bo'lsa uni avaga olib mingisini juyib xitoylashtiryotdi. Muşunda bir millet süpüde ayal, bala, ahali, hem evlat, muşunda yok olup süpürülüp gitip ağın bir peytte. Allah rızası için ve şu mezlum halk için cihat kılmayı silgi nim boldu? Ve ma lekum dep soratıda nimi boldu? İnsanlığınlarını yok olup kuyavatamsılar. Musulmanlıkınlarını, müminliklerini yok olup kuyavatamsılar. Vazgeçtiğinler mi bu İslam'dan, İslami akideden? İnsanlıklardan, ahlaklardan vazgeçtinler mi? Avuluçu vatandakiler nime dağıtıdı dedi Allah. Yekuluna Rabbana, ulu mundak dua kılıvatıdı vatanın içindekiler. Rabbana, ahrijna min hadihil qarya. Mavjuttan bizni kutkazgın. Mavjuttaki balaya afettin bizni kutkazgın. Bizni kutkazgın deb davamlık duası, tilekleri muşundak bulatıdı mezlum halkından. El-zalimi ehluha. Bu jutni başkurallah bek zalim bulup ketdi, başkuruvatkan. Ma hükümet, ma zalim hükümet, ma işgalçı hükümet bek zalim bulup ketdi. Bu düşmenken, bilmeptikenmez Allah'ım. Bizni ma zalimlardan kutkaz deb yalverivatkan aş üzerinin halkı. Hakkıda nime için cihat kılmaysılar, nime için uruş kılmaysılar. Ularning duasının ahirisi yana vec'alna min ladunki veliya bizden bir veli çıkarıp deydi. Veli degan nima? Ballarimizni maktabga bergan vaqtida maktabdagilar ma balaning igisi kim desa ota-onasi kelib men velisiman. Mana men shu balaning igisi deganda veli deymiz. Qizimizni to'y qilgan vaqtimizda qizimizning to'yini qilgan vaqtida dadasi bo'lmasa aqllari tag'illari qizning velisi bo'ldi, igisi bo'ldi. Bir mezlumga igi çıkan edemni veli deyildi. Vatandakiler, ey Allah bizning içimizden bir veli çıkarıp deb dua kılıvatıdı. Ey Allah bizning içimizden mi bizge şu mezlumlarga igi çıkıdığan bizge veli çıkıp egin deb dua kılıvatıdı vatandakiler.
Vec'alna min ledunke nasira ey Allah'ım öz dergahından bizge sırttan yardım kılıdığan güç bedip talep kılıvatıdı. Ey Allah'ım sen körep turvasa ahvalımızda. Bizge veli ve nesir çıkırıp edeydi. Veli degen üzümüzden içinden çıkıdığan inkılapçılar. Nesir degen sırttan yardım berdi Allah. Aşuna vatandakilar tilavetidu. Silma chet elde turup nima üçün yatsılar ey insanlar dep Allah bunda davetidu. Davatkan diken bu sualın hükmü nima? Hareketke ötüş. Rahmet. Nima qilishimiz kerak, nima qilishimiz kerak dedik ya. Vatana ishg'ol qilingan insonlar nima qilishimiz kerak degan vaqtda mushu chet elda yashayotgan har qanday yerdagi Qozog'iston, Qirg'izistondagilardan tortib mushu Amerika, Kanadaga qadar o'zini Sharqiy Turkistonlik deb hisoblaydi ekan. Qirg'iz, Qozoq, o'zbeklardan tortib shu o'zimen Sharqiy Turkistonlik deydigan har qanday odam Xitoyga qarshi kurashga atlanmasa Allah'dan voz kechganlik, o'z xalqidan voz kechganlik, vatandan voz kechganlik xoin hisoblanadi. Rahmet, rahmet. Nəhayət yaxşı cavab oldu. Nəhayət düşünüşlük cavab oldu. Vatan üçün kurash qilish har qanday nuqtadan bizning burchimiz ekan. Hamda bizningki aramizda din bilan fan xuddi qarshidek bir xil qarash bor. Hamda islom dinimizda bilimliklarni qadrlash va cho'ng bilish to'g'riliq oyat bormi degan bir savol bor ekan. Shunga bir javob berib qo'ygan bo'lsangiz. İslam dinida ulamolarni qadrlash to'g'riliq oyat bormi degan savol. Bilimliklarni, mesela fanniy odamlarni deyli. Nisbatan tushirilgan masalan bilimni cho'ng bilish, bilimliklarni cho'ng bilish deb mush to'g'risida oyat. Shuning uchun hamda bilimlik deganni hamda Qur'on arabcha bo'lg'achqa arab tilida bilimlik insonlarni al-ulama deydi-ku. Allah Qur'oni Karimda Bismillahirrahmanirrahim. İnnama yaxshallaha min ibadihil ulama. Allah'dan hayqıdığan, Allah'ını hürmetleydiğan, Allah'dan hayqıp, Allah'dan tatınıdığan ve qo'rqadiganlar faqatlam alimlar shunda qiladi deydi. Ve de alimlar Allah xəşyət, yaxshallaha, xəşyət kelimesini sözleş arqılıq alimlarınki Allah'a karşı nəhayət təqva buludığanlığını deydi. Təqva buludığanlığını deydi. Təqva insanı Allah'ın dergahında en ulu kılıdığan bir xislet bu. Takvalı xisleti. İnne ekremekum indallahi yatkakum. Allah dergahında insanların arasında en kıymetlik, en hürmetlik, en mükerrem boğunu alimler. Takva boğan insanlar. Allah ma ayette şu alimler takva, Allah'dan korkuduğanlar şu alimler davetidir. Bunda boğanlıkin bizden Uygur cemiyeti de biz alimlerimizni elqib dini alim, fenni alim deb ikkiga bo'lib olamiz. Ama bizning dinimiz ikkiga bo'lmaydi. Bizning dinimiz bo'lsa, mandaq deb bo'ladi. Alim degan bilgichi degan gap. Alim ilm yiltizidan chiqadi. Ya'ni bir ilmni hosil qilib, o'qib, şu sahada yetişken insanlar alim deyildi. Mesela dinde okup dini sahada yetişken alimne alim deymiz. Mesela bir fizikde okup fizik sahada yetişken alimni mi alim deymiz. Kimya sahada yetişken alimni mi alim deymiz. Matematik sahada yetişken insanlarni mi alim deymiz. Xas sahab olsun bir sahada yetişip şu sahada en yukarı seviyeye çıkan şu sahanın mutaxassisi bo'lgan insonlarni alim deymiz. Endi bu alimni qadrlash, qadrlamaslik masalasi şu alim, şu ilmini, şu ilimni alim bo'lgan Allohga bog'lay olsa qadrli bo'ladi. Ya'ni mesela deyli bir fizik alim bor deyli, aramızdan bir fizik alimi çıktı. Bu alim şu fizik arqılıq, şu fizikdeki bütün fizik kanuniyetlerini öğrendi. Öğrengendен keyin bu fizikdeki bu mükemmel, şundaq körkem kanuniyetler qarab baksa özlüğüdün bulab qalmaydı bu. Bu kanuniyetlerini
shu yerga qo'ygan, yaratgan bir yaratquchining borlig'ini his qilib, shu qonuniyatlarni alim bo'lgan Allohga bog'lay olsa, ha, Alloh bütün kainatni, hamma narsani yaratqachqa, mush qonuniyatni Alloh yaratibdi, alhamdulillah. Bu qonuniyat mana insoniyatning manfaatiga mushunda qilibdi. Mush qonuniyatni Alloh yaratib, insoniyatli manfaatlansin deb bizga mush fizik sohasini ochqanga qaraganda, Alloh bizni yaxshi ko'rdi ekan, Alloh hammani biladi ekan, Allohning qudrati yuksak ekan deb shu fizik bilimi orqali Allohga ulashtira olsa shu bilimni, buni bizning islom dinida olim deyiladi. Bu olim diniy olim bilan shu Allohni tunib, Allohni tabliğ qiladigan, islomiyatni tushuntiradigan diniy olim bilan o'xshash darajada. Buningki ikki olimning bir diniy olim bilan bir fizik olimning qasi ustun deyishga to'g'ri kelib qolsa, shu ikki olimning qalbidagi taqvolik qasining yuksak bo'lsa shu ustun. Masalan bir olim 30 yil dinda o'qibdi, Qur'onni tarjima qilibdi, hadislarni biladi ekan, bütün diniy ahkamlarni biladi ekan, hammasi yetishgan bir diniy olim bor. Yana bir diniy olim bor, fizik olimi. Bu dinda o'qib boqmadi, men fizikda o'qidi. Ama bu fizik qonuniyatlari orqali bu fizik ilmini Allohga bog'ladi. Her ikkisi olim islom nezdida. Ama qasibek yuqori darajada turdi desa, ikkisining qalbi qasi Allohga yaqin bo'lsa, qas taqvo bo'lsa, shu yuksak o'rinda turdi. Rahmat. Buning javobi nihoyat yaxshi bo'ldi. Jiq narsalarni o'rganib oldik. Hamda ajdodlarimiz islom dinini qabul qilgandan beri islom dini turmushimizdagi har bir bulung pushqoqlarga singib kirdi. Ongsiz va ongli holda har bir hujarimizda, har bir dinimizdan o'rin oldi. Ammo Xitoy ishg'olchilari diniy aqidamizni va o'zligimizni yo'q qilish maqsadida Qur'onni o'zi tarjima qilib, kompartiya ideologiyasiga uyg'unlashtirib, Qur'ondan va islomdan foydalanmoqchi bo'lyapti. Bu mumkinmi? Buningki örnekleri var mı? Degan bir savol bor ekan. İnsan shunday bir narsaki, agar mecburi o'zgartirilsa, bir kafirni musulmonga mecburligi bo'lgandek, musulmon bo'lashga, bir musulmonni kafir bo'lashga mecburligi bo'ladi. Buni Xitoy qilib kelyapti. Xitoyninki bizning dinimizni o'zgartirish, bizning aqidamizni o'zgartirish, axloqimizni o'zgartirish sohasida qurilgan idoralari va mutaxassislar va shu yerda ishlaydigan. Bu haqda Xitoy bizlarni o'zgartirib yetalishi mumkin agar biz ching turmasak, shunda uxlab yetaversak, bizni o'zgartirib yetalishi mumkin. Ammo Qur'on haqida, Qur'onninki qo'g'dildiganlar haqida Allohning oyati bor. Allah Qur'onni qo'g'daydi. Ammo Xitoy Qur'onni o'zi bilgancha tarjima qilib, o'zining kommunistik zaharlik ideyasiga moslashtirib, ankim bizning mollalarimizning mingisini juyib, yoki o'zi kichigidan tarbiyalab Xitoy mollasi qilib, uni tarbiyalab chiqarib, xalqqa shu o'zining mollalarining og'zi bilan xalqni zaharlab, manda qilib qolsa, bunun ziyni xalqimizga bo'ladi, xalqni zaharlaydi. Ammo Qur'on Allohning kalomi, u o'zgarmaydi. U Qur'onni o'zgartirib yetmaydi. Qur'onning ruhini o'zgartirib yetmaydi. Faqat aldash orqali xalqning kallasini o'zgartirib yetalishi mumkin. Endi Xitoyning bu haqdagi suiqasdi nihoyat og'ir. Masalan, vatanda masalan diniy olimlarimiz bo'ladi-ku, siyosiy kengashning a'zosi, paloni jamining imomi, pistani jamining imomi deymiz. Şu insanların yaş vaxtida dinda o'qigan talib insonlar Alloh rizosi uchun o'qiymiz degan. Keyin Xitoy uni siyosiy nimaga bog'lab, maosh berish orqali setib oldi. Sharoitni qisqash orqali setib oldi. Setilmaganlarmi bor, bilaman, bekchiq setilmaganlar bor. Ammo o sharoitda nurg'unlari setilib ketdi, xalqimizni aldab o'tdi. Xitoyninki mushunda dinimizni suiiste'mol qilish aldamchiligi vatanning ichidami bor, hatto sirtdami bo'lishi mumkin. Vatanning ichidami bor bu aldamchilik, sirtdami bo'lishi mumkin.
Yani erkin cemiyetdi mi? Erkin dünya. Erkin cemiyetdi mi bo'lishi mumkin. Masalan, misol verish to'g'ri kelsa, hozir chet elda millionlagan Uyg'urlarimiz bor. Bu bola tug'ilsa 10 yilda, 20 yilda 1 million Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, necha millionga jiqlab ketamiz. Chet eldik Uyg'urlar o'zimiz yashayotgan davlatdagi insonlarni ko'ramiz, xalqning madaniyatini ko'ramiz, xalqning ma'rifini ko'ramiz. Kallamiz o'zgarib, ma chet ellik bilan teng engimiz o'sidi. Engimiz o'sgan vaqtda bu yo'g'on jamoat Xitoyga tahdid bo'ladi deb qaraydi Xitoy. Shunday bo'lgandan keyin chet elda Xitoy qanday suiqasd qilishi mumkin deb o'ylanishimiz lozim. O'ylab bizga qanday suiqasd qilishi mumkin? Uni bilgili olmaydi. Masalan, men bir Qur'on kursi ochaman desam, Mishadagi men turayotgan yerdagi Uyg'urlarning hamma bolalarini tanlab Qur'on kursi ochaman, diniy dars o'qitaman, uni qilaman, buni qilaman desam, agar men Alloh rizosi uchun qiladigan odam bo'lgan bo'lsam, Uyg'ur bolalarini Islomiyatga uyg'un, Uyg'ur an'anasiga uyg'un tarbiyalayman. Uyg'urlarning kim ekanligini, vatanimizni besib olgan Xitoylarning kim ekanligini bolalarga tushundirman, bu bolalar yaxshi odam bo'ladi. Eğer Xitoyga ishlaydigan bir bo'lib qolsa-chu, ashunda bolani tarbiyalaydigan Xitoyga ishlaydigan bir bo'lib qolsa-chu, bunga o'xshash shaklda tarbiyala, bunga o'xshash shaklda Qur'on o'qitadi, hatto arabcha o'qitadi, hadis o'qitadi. Ammo bolaga siyosatga aralashmaysiz, siyosatdan uzoq tursiz, siyosat degan undaq mehnat narsa, siyosat degan bundaq narsa deb o'qitadi. Hem de aşağıda üretken iki adamның qası Uyg'urga ishlaydi, Sharqiy Turkistonlik uchun ishlaydi, qası Xitoyga ishlaydi. Buni bilish uchun ustozlar narisiydi bolaga. Vada o'qiyotgan bolalar ota-onasi kamplarda izlayotgan yetim bolalar bo'lishi mumkin, ota-onasiz qolib qolgan bolalar bo'lishi mumkin, faqir insonlar bo'lishi mumkin. O insonlar uning pulini berib o'qitib qo'ygandan keyin o kichik ma'sum bolalar uchun u hojimikam bo'ladi. Damullikam, falani xeptim deganda Uyg'urcha shu hurmatlik ism bilan falanikam, fustanikam, damullajim deb cho'ng'iladi ne. Cho'ng'ilgandan keyin u damullam qo'pab siyosatga yaqinlashmaysiz, siyosat degan mehnat desa, u ballama cho'ng'ilab diniy olim bo'lib yoki musulmon bo'lib, o'zining odamlarga, atrofdagilarga yoki bolalarga siyosatga aralashmaysiz deb cho'ng'iladi. Xitoy endi mush natijani ko'zlab, bizning chet eldagi diniy olimlarimizga vatandakilarga jimi degil olmaydi, va'da kuch yo'q vatandakilarning. Chet eldagilarning arsig'imi u yerga uni ochtirib, bu yana buni ochtirib, bolalarimizni to'plab bir narsa o'qitib, siyosatga aralashmaysan da'vatgan bo'lsa, dunyoning har qanday yerida, mayli Kanadada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, siyosatga aralashmaysan da'vatgan bo'lsa, Xitoyning mollasi. Agarki bolalarım sizlar yerda cho'ng bo'ldinglar, biz vatandan qo'g'landi qilingan surgundi bir xalq. Asli bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston. Xitoyning yuzidan biz qochishga majbur bo'lib qoldik. Endi biz kuchimiz yetmagancha shunday bo'ldi. Endi sizlar Uyg'ur, sizlar o'qib, dinni o'qiysizlar, musulmon bo'lasizlar, fanni o'qiysizlar, fanni jihatdan biliminglarni egallab, mushu diniy va fanniy bilimlarni xalqimizning ozodligi, vatanimizning mustaqilligi uchun ishlatmasangiz bo'lmaydi bolam. Avadiki esir xalq bizden ümit kütmekte degan tarbiyani beralisa, bu milliy hisoblanadi, milliy olim, diniy olim hisoblanadi. Bo'lmasa siyosatni uzoq tursin degandekillar Xitoyninki Qur'onni o'zimiz tarjima qilamiz. Buni Kommunistik partiyasining ideologiyasiga tatbiqlaymiz, uni qilamiz, buni qilamiz degan ashadki siyosatning chet eldagi ijrochilari hisoblanadi. Shuni biladigan o'lchimimiz shunday bo'lishi kerak. Bu javob bo'ldim, bo'lmadimi? Toza maymun ketgandek turdi. Bak yaxshi bo'pti. Uning dal shunga mos keladigan bir savol bor ekan tuvanda. Biz ba'zida diniy ishlar qattiq ishtiyoq bog'lagan yoki ko'rinishda shundoq, ammo siyosiy ishlardan mutlaq mustasno odamlarni uchirtimiz. Bular haqiqiy din yo'liga muvofiqmi degan bir savolga. Boya siz javob bergan javobim hozir kelib turishingizga javob bo'ldi, lekin shuni bir
Ko'rimiz diniy yo'lga noit ish deb qo'yiladi, millat siyosiy ishlarga qat'iy yaqin keltirmaydi, o'zining atrofidagi odamlarni. Mushta bir o'chim Uyg'urlarni, balkim undalar oz emas. Shu to'g'risida bo'lsangiz. Rahmat. Muhim savol. Bu xalqimizda eng og'ir kasallarning birisi bu shu. Ama siyosiy hareketlerimizning aqmaslig'ning ana sababi shu. Bizning dinimizda bir inson siyosatga aralashmasa, Müslüman bo'lishga ayanda to'sin inson hisoblanmaydi. Siyosatga aralashmagan inson islom dinida inson hisoblanmaydi. Müslümanga asli hisoblanmaydi. Nima uchun? Buning delil nima? Delil shu. Allah insonni yaratgan chaqda nima deb yaratdi? Inni ja'ilun fil ardi xalifa. Men yer yuziga bir izbasar yarataman. İzbasar degan nimaning izbasari bu? Burunqi insonlar yaratilmasdan burun, ma dunyoga Odam alayhissalom yaratilmasdan burun, bu dunyoda iblis avlod yashaydi. Biz shayton deymiz-ku. Jinlar yashaydi. Mush biz qilayotgan ibodatni shu jinlar qilardi. Keyin Allah jinlarni imtihon qilish uchun jinlarning sodiq emasligini asosan biladi-da, iblisning qalbidagi kibrni, iblisning qalbidagi meynatchilikni Allah bilgachga sinaq orqali uni o'ttirib chiqarib rasvo qilish uchun Odam alayhissalomni yaratdi. Yaratgan vaqtida men bir izbasar yarataman dedi. Izbasar kimga? O iblis avlodining o'rniga u boshqa yerga ketdi. Odamlar kelib ma dunyoni boshqaradi deb yaratgan. U xalifa degan izbasar, boshqaruvchi degan gap. Birinchi ma'nosi izbasar. Nimaning izbasari? Biz xalifa deymiz-ku. Bu podshoning o'rniga vaqtliq hukm suradigan insonga deyiladi normalda, lug'atda. Allohning hukmini ma dunyoda ijro qilasan deb Odam alayhissalomni yaratdi. Ya'ni Odam alayhissalomning vazifasi va Odam alayhissalomning bolalari bo'lgan bizning vazifamiz ma dunyoni boshqarish. Undaqda siyosat nima degan gap? Siyosat degan siyosatga aralashib iqtidorga kelib hokimiyatga men chiqaman deyishning ati siyosat. Hokimiyat talashilgan shu siyosat bo'lmaydi-ku. Ama siyosiy partiya degan hokimiyatning beshiga kelish uchun siyosiy partiyalar quriladi. Hokimiyatning beshiga men kelmayman degan gap, men hokimiyat bo'lmayman, men boshqarmayman degan gap. Men boshqarmayman degan nima degan gap? Meni kim boshqarsa bo'ladi? Men boshqariladigan bir hayvon degan gap. Shuning uchun siyosatga aralashmayman degan gap, men dunyoni boshqarmayman degan gap, boshqarishga qatnashmayman degan gap. O boshqarish xilofat vazifasidan voz kechganlik musulmonlikdan, islomdan, insonlikdan, insoniy axloqdan voz kechganlik hisoblanadi. Shuning uchun yilg'o bir diniy odam ekan, normal bir odam siyosatga aralashmaymiz desimi gunohi kabira ishlagan bo'ladi. Shuning uchun bu sohada, bu haqda bütün diniy olimlarimizning vazifasi. Uyg'urlarning bekchiq diniy olim bor-ku. Dini alimlerimizin vazifesi ve penni alimlerinin vazifesi. Eğer bu penni alimler Allah'ını tanıydıgan bolsa, Allah'ı işinedigan bolsa, hemmisinin vazifesi bizning halkımızda siyasetki söylep giriş. Doğru. Hem de bu siyasetke söylep giriş dişimizin sebebi nima uchun biz Uyg'urlarga texmi muhim bu siyasetke aralashış? Biz aralashmasak, siyosatga aralashib, iqtidorga kelgan o'zining davlati va millatlar bor, musulmon millatlar bor. 20 necha arab davlati bor. Nurg'un turk davlatlari bor. Nurg'un Uyg'urlarni yaxshi ko'radigan davlatlar, qo'shni davlatlar bor. Ularning davlat quludi bor. Ammo bizga yardım qilmayotdi hech kim. O'zimizning ishini siyosatga aralashib, o'zimiz qilmasak, ko'rib baqvatimiz amaliyat bilan isbotlanyapti. Hech kimning qo'lidan tutadigan ish bo'lmaydi ekan. Shuning uchun bütün Uyg'urga siyosatga aralashish farz.
siyasetga aralashib farz deganimizda hammadan men boshliq bo'laman, men boshliq bo'laman, men o'g'limda boshliqlik talashadigan degan gap emas siyosat degan. To'g'ri. Siyosat degan men bu siyosiy maydonda boshliqlik tegsa boshliqlik, fuqarolik tegsa fuqarolik, askarlik tegsa askarlik, vatan millatga nima qila olsam shu sohada bir kishilik vazifamni qo'shaman deb vatanning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga qatilganning ismi siyosiy gardish. Rahmat. Bu pek yaxshi javob bo'ldi. Pek tushunishli javob bo'ldi. Endi 5-savolimizda bizningki diniy munofiqlikning, ya'ni dinni bilib turib, uni burmulab o'z qavmi, o'z millatiga osiylik qilishning islom dinimizda bichimi va hukm bormi? Biz vatandan ko'rib turibmiz, ba'zi juma qarig'iga o'xshash diniy munofiqlar bor. Mushundaqlarning bir bichimi, hukm bormi? O'zi bilib turib mushuni ishlatgan. Endi bilmaydiganlar bor, u ayrim bilib turib mushtaq qilganlarning bichimi qanday bo'ldi deb mushuna bir oddiy javob bera olgan bo'lsangiz. Dinimizda hukm bor. Munofiqlarga o'lim jazosi var. Bunun Kur'an'daki delili nima? Bismillahirrahmanirrahim. La illem yentehil munafiqune. La illem yentehil munafiqune vellezine fi kulubihim merad vel murcifune fil medineti lenugriyenneke bihim. Thumme la yucaviruneke fiha illa qalila. Mel'unin. Eynema thuqifu uhidu ve kuttilu taqtila. Sadakallahu azim. Allah deydi ki, eğer münafıklar münafıqlığından qaytmaydigan bolsa ve kalbide kesel bala degan o'zi musulmon ammo qalbide kesel bo'lganlikdan münafıqlarning maydonida turib qolaqliq. Qalbide kesel bo'lg'achqa, ruhiy kesel bo'lg'achqa, biz zafiy bo'lg'achqa Xitoyga tutqizib qo'ygan. Şu sebepten milli münafıklarının sepeti bulup kalganlarını fiyallezine fi kulubihim maradun deyildi. Onun için vel murcifune fil medine şehirde oturup üzü şehirlerde, Ürümçi'de, Beijing'de, Kaşgar'da, Üvede oturup insanların arasına ne sokuduğun murcifune internet sakçıları ya ki medyadaki münafıklar var o. Hem de bir çıraylık bir işini kılay dep boğucu tehdidini soğuk bizden o fitneni çıkarıp doğru işini mangılı koymaydıgan doğru sakçıları fitneçiler bunu vel murcifun deyildi. Eğer bu hem de şu münafıkның qatarı sınavıdır Allah. Eğer bu kayıtmasa, yolundan kayıtmasa bu hainlik işini toktatmasa seni biz ulağa musallat kılımız. Bir gün hakimiyetini sana verimiz, sana biz nüsretini verimiz, hakimiyet esliği kilip vatan kolgu tekken çağda lenuriyenneke bihim thumme la yucaviruneke fiha illa qalila sana ulak koşunu bulap bir vatanda yaşayamaydı o. Vatanda yaşaş hakkımı bulmaydı o milli münafıkın deydi. Tövbe kılmasa la illem yentehi diyen yanmasa ve tövbe kılmasa vatan azat buluduğun vakitçe çet elde turup ya ki vatanın içinde turup münafık boğallar koşunu olap mı yaşayamaydı? Vatanın içinde koymaz, koşunu etrafında olap mı yaşayamaydı o deydi. Kandak oldu bu koşunu da mı yaşayamaydı o? Mel'unin. Çünkü ola lanet kılınıdı, eyiplanıdı, hem yerde tıllanıdı. Mel'unin eynema thuqifu uhidu. Nerede tepilse şu yerde tutuludu. Köyge yerde tutup apırıp sotlanıdı. Eynema uhidu, eynema thuqifu uhidu. Nerede görülse şu yerde tutup sotlanıdı. Ve kuttilu taktila. Sotluğun hükmünün buludu. Katli kılış. Parça parça kılıp öldürüp ibretli kılıp yok kılış deydi. Normaldaki öldürüşüne katale deydi. Arapçada normal edemet degenine katale deydi. Ya da Allah kattele mübalik sigasını kullanıyor. Öldürgende mi ibretlik şekilde naiti haklaga hainning akıbeti muşunda oldu diken deydiğen derecede ölüm cezası verildi deb Allah Kur'an'da ilan kıpılalık bunu. Şunun için bizden tarihimizdi mi? Müslümanların tarihinde hainge ölüm deydiğen gibi umumi yüzleşip gittik.
Endi hozir biz chet el fuqarosi chet elda turib hech nima qilolmay, xoinlik edibni eshib ketgan bilan agar vatanning mustaqilligi asliga kelib, vatan qurilgan chog'da Sharqiy Turkistonga xoinlik qilganlarning jazosi o'lim bo'ladi. Uni Sharqiy Turkiston mahkamalari, hokimlari buning qarorini shunday chiqardi inshaalloh. Xo'sh, rahmat. Xitoyda ishlamakning bedelini to'lamak uncha oson emas ekan, bilib oldik. Ayt yaxshi bo'ldi. Endi bir savolimizda islom aqidalarini shaklan bo'lsa-mu tamom qilish muhimmi yoki uning mohiyatiga yetib tushunish muhimmi? Dedi biz endi namoz o'qiydigan, shaklini chiqarayotgan nurg'un insonlarni ko'ramiz. Lekin ularning mohiyatini bildimikin desak, hech bu Uyg'urningki taqdiriga, vatanimizning mustaqilligiga qat'iy nima qilmaydi, aksincha ish qiladi. Bu savolga bir o'zingizning tushunchasini deb boqqan bo'lsangiz. Endi bu taqdirchi yana islom aqidalarini shaklan bo'lsa-mu tamom qilish bilan uning mohiyatiga yetishning farqi. Mohiyatiga yetib turib qilish bilan shaklan o shaklni chiqarib qo'yib, haqiqiy namoz o'qiganda ko'rinib, amaliyotda islom aqidalari xilof ish qilayotgan bir jumla odamlarimiz bor qo'y. Rahmat, bu yaxshi savol. İslam aqidasi zodi uni tushunmasa, aqida degan olmaydi uni. Bir hukm bo'lsa, islomiyat ma'noda bo'ladi deb, uni tushunib, uningga iymon etib, uni qabul qilib, e'tirof qilib, aningdan keyin qilsa, u aqida hisoblanadi, o Alloh rizosi deb qilsa, uningdan keyin o solih amal hisoblanadi. Agar buni tushunmay, o'zining ota-onasidan bilib olgan bo'yicha yoki xalqdan ko'rib olgan bo'yicha qilsa, u qalbida tushunch bo'lmasa, uni aqida degan olmaydi, uni taqlidchi deymiz. Taqlidchilik bilan qilingan iymon hisoblanmaydi. Taqlidiy iymon Alloh dargohida qabul bo'lmaydi. Iymon uch turlik bo'ladi. Bizning diniy olimlarimizdan ayrishiga ko'ra iymon uch turlik bo'ladi. Birinchi iymonning ismi tahqiqiy iymon deyiladi. Bu haqiqatan Allah'ını tunup, Allah'ın bar ve birlikiga ishonib, yüz vücudu bilen ishongacha bo'layotgan bir ish, buni tahqiqiy iymon deyiladi. Bu iymon payg'ambarlarning va siddiqlarning, shuhadolarning iymoniga o'xshagan yaxshi iymon, birinchi darajalik iymon. Bu iymonning ikkinchi turligini istidloliy iymon deyiladi. Delil orqali iymon etish. Masalan, o'zi ya Müslüman milletten ya ki Müslüman milletten emas. Ama haklar men Müslüman deydi, bazı men Hristiyan deydi, bazı men Yahudi, bazı men Buddist deydi. Hemmisi özünün dinini doğru deydi. Ama doğru degendekin insanın kallasiga şübhe tushdi. Bu rast bizning şu İslam dinimiz doğru mudu, doğru emas mudu? Endi biz Müslümanlar, Uyg'urlar biz Müslüman deb başında kelgan burundan tatib. Men şu Müslümanning balasi Müslüman deyme. Rasmış bizning İslam dinimiz to'g'rimidu, to'g'ri emasmidi deb buni tadqiq qilishga boshlaydi. Xristianlikni o'qib o'qidi, yahudiylikni o'qib o'qidi, buddizmni o'qiydi, islomiyatni o'qiydi, ikkisini selishtirish orqali anandan keyin islomiyat to'g'ri ekan deb bir dalil orqali yoki bo'lmasa bir olim bor. Fizik olimi deylik, yoki kimyo olimi, yoki matematika olimi deylik, ya biologiyalik olim deylik, bir narsa tadqiq qilish jarayonida bir narsani keşf qildi-ki, kallasiga shundoq chirvelib, bu Alloh bo'lmagan bo'lsa, ish bundoq bo'lmaydi. Bu o'zligidan bo'lib qoladigan bir ish emas bu. Mushu ish shundoq bo'lganga qaraganda Alloh bor ekan deb tadqiqot jarayonida Allohning borlig'ini tunib yetish, bu istidloliy iymon deyiladi, bu qabul qilinadi. Uchinchi turdagi iymon taqlidiy iymon. Doğramchilik bilan bo'lgan iymon. Mesela bir insan bak doğramçılık Müslüman dedi, yüzünü Uygur dedi. Mesela namaz okuydu değil, hecge vardı değil, zakat birdi değil. Ama siyaset dese kaçıdı. Mehmet'ten öğrenmeyme okulun bukulun küçük banalar böyle siyasetten kaçıdı. Namaz okuydu, belki Xitayga uçuru veriyordu insanlardan. Ma turdaki halkı görünüşte Uygur, görünüşte Müslüman, emniyette kılıvatkan işi bütünlüğü münafık ya kafirdeki iş kılıvatkan nurgun edemli oldu. Hem de şu insanlar oynanıp baksı gerek. Men şu Uygur'un balısı ikenme, Uygur olap toğulup demeye Qashqada.
Men eğer aşı nimede tug'ilib qolgan bo'lsam, bir Hristiyan memlekettin birisida tug'ilib qolgan bo'lsam, yana Uyg'ur bo'lamdim, yana musulmon bo'lamdim? Yo'q, u chog'da Hristiyan bo'libdim. Eğer Hindistondagi bir davlatda yana Dehlida tug'ilib qolgan bo'lsam, balki buddist bo'lishim mumkin-di. Eğer Beyjingda tug'ilib qolgan bo'lsam, Xitoyning bolasi bo'lib, tabiiy holda Xitoy bo'lishim mumkin-di, buddist bo'lishim mumkin-di. Men Uyg'urning bolasi bo'lg'achqa musulmon tug'ilib qoldim desa, matipdiki adam bilan Xitoyning buddistning hech qanday bir farqi bo'lmaydi. Bunda taqlidchilikdagi iymonni Alloh qabul qilmaydi. Shuning uchun bizningki Uyg'urlar, Sharqiy Turkistonliklar bu ömür boyu men musulmon deb o'tib, oxirisida musulmonligimiz qabul bo'lmaydigan bir yomon oqibatning kelib chiqmasligi uchun o'zimizning iymonini bir qatim tekshirishimiz lozim. Bu iymonni Allah'ın tunuğa vaqtida anadaki insan o'zining mas'uliyatini tunuya oladi. Sharqiy Turkistonlik shu mas'uliyatni tunamaganligi iymon problemimiz var. İmani jihatda bek yo'g'on problemimiz var. Rahmat. Bu taqlidiy ish qilgandan rasmiy tunib, Allah'ni tunib qilgan ishlarning nimasi bek yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu savolga javob bek yaxshi bo'ldi. Nurg'un narsani bilib oldik. Eng oxirgi savol endi. Yaqinda biz Shvetsiyada Qur'on ko'ydirish voqeasiga shohid bo'ldik. Dunyo musulmonlari bunga qattiq g'azablandi, namoyishlar qildi. Ammo vatanimiz Sharqiy Turkistonda Xitoylar tomonidan ko'ydirilayotgan Qur'onga shu o'xshash musulmonlar zuvon ochmadi. Bunun qanday qaraysiz deb bir oddiy javob bergan bo'lsangiz vaqt munosib bilan. Bu Qur'on köy deganga qarshi chiqayotganlar Alloh rizosi uchun qarshi chiqmaganligining isboti. Agar Shvetsiyada bir Qur'on ko'ydirilsa, bir inson Alloh rizosi uchun qarshi chiqadigan iymoni bo'lsa, o'xshash Qur'onni Xitoy ko'ydiryotdi, millionlarcha Qur'onni. 20-30 ming jamini vayron qilyotdi. Shuningga o'xshash darajada uning iymoni harakatga o'tdi. Bu faqatlam Shvetsiyadagi u xalqaroliq mediaga chiqib ketgachga uni ayblayotganlar o'zining xalqi tarafidan bek yaxshi adam, bek musulmon adam deb ovoz og'achqa anchalik gapni deb qo'ymasa, sat turadigan bo'lg'achqa o'zining xalqini aldash uchun yoki musulmonlar ajab bir yaxshi adam ekan deyishib qolish uchun riyo uchun qilinayotgan ishlar. Agar haqiqiy e'tiroz bildiradigan, haqiqiy qarshi chiqadigan ish bo'lsa, aldı bilen Sharqiy Turkistondagi zulmga qarash kerak. Sharqiy Turkistondagi zulm, mayli diniy nuqtadan qarasak, mayli milliy nuqtadan qarasak, mayli insonlik nuqtasidan qarasak, dunyoning hech bir yerida yo'q. Mesela musulmonlar deydi, Falastinda bekçi zulm bor deydi. Falastindagi zulm Sharqiy Turkistonning 1000 ga yetmaydi. Falastin xalqining o'zi pasporti va xalqiga yerga keta oladi. Bir yerden bunu kanısa bütün medyaya çıkıdı. Sharqiy Turkistonda milyoncha insan kamplarda öldürülüyordu. Ballar öldürülüyordu, ayollar öldürülüyordu. Şunun bir medyaya çıkıvatandı. Xitoy yalgan deyishib turibdi Xitoyning puli uchun. Bu faqatlam riyokorlikdan, saxtipazlikdan bo'layotgan ayblashlar bo'lar. Men samimiy deb qaramayman uni. Rahmat. Pek çok bilimlerini öğrenip olduk bugünkü sohbetimizde. İslam akidelerini doğru düşünüş ve doğru tatbiklaş biz Uygurlar için taqozzosiz bir vaziyat. İslam dinimizge doğru tabir beriş, Xitoyning dinini suiiste'mol qilishniki oldini olish har qaysilarida diniy zotlarniki muqaddas burchidir. Ko'p rahmat bugünkü sohbetimizga qatnashib berganlarga. Kelar qatimliq sohbetimiz yana to'rda e'lon berildi. O'z vaqtida bo'ladi. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin.